turib duo qilinadi, boshqa qilinadi. Mumkin emas o'zi aslida. Hozir shuni chiqadigan joyga radioda qo'yib qo'ygan. Payg'ambar alayhisalom hadisini qaytarib turadi. Arab tilida, ingliz tilida, boshqa tillarda qaytarib turadi. Aytganlarki, haj va umrani ajr amalini mendan o'rganinglar degan. Bu degani umrani amaliga, hajda amaliga kirmaydi bu toqqa chiqishlik o'zi aslida. Deb tursa odamlar chiqib shu toshga qarab turib niyat aytayotgan, duo qilayotgan, mana jamoat bo'lib shunga qarab duo qilayotgan. O'zi aslida bu joyga qarab duo qilish kerak. Bizni sig'inadiganimiz, yopishadiganimiz, niyat aytadiganimiz nima? Ka'ba. Ayni Makka shahridamiz. Lekin bu joylarga qarab turib, eskina odam degiz keladi. Qarang, bu tog' o'zi nima tog'? Rahmat tog'i. Jabalur Rahma, ya'ni Allohning rahmati nozil bo'lgan tog'. Bu joyda odamlar o'sha kun turib Alloh taolodan istig'for so'rashadi, kechirim so'rashadi. Biz ham keldik inshaalloh. Orqamiz mana toqqa qarab turibdi, oldimiz qiblaga qarab turibdi. Xo'p desanglar bitta duo qilamiz. Mana inshaalloh birodarimiz chiroyli video surat qilib qo'ydi, gruppalarga tashlaymiz, chiroyli qilib ko'rib turasizlar. Chiqamiz desanglar o'sha joyga chiqamiz, xudo xolasa. Toqqa chiqamiz. Lekin haligi gap ajr bor, mukofoti bor, gunohlarga mukofot degan narsa chiqmadinglarmi? Chiqmagan yaxshi. Men aytaman, chiqmagan yaxshi. Ha, mana keldik. Arafot maydoniga keldik. Endi Allohdan so'raymiz. Amin. Allohimiz, Robbimiz, ilohimizsan. Buyuk Robbimizsan. Ancha-muncha odamlar kelolmagan joylarga bizni keltirding. Rasuling kelgan joyga keldik. Odam va Havo jamlangan joylarga kelib jamlanib turibmiz. Robbimiz, sendan duo qilib, iltimos qilib, yalinib so'ranamiz. Zulhijjaning 9-kuni shu joyda jamlagin. Allohim qiyomat kuni haj amalini bajarding degan bandalar qatorida qilgin. Robbimiz bizni shu joylarga yana qayta-qayta kelishni nasib qilgin. Farzand zurriyotlarimiz bilan kelishimizni Alloh nasib qil. Qilayotgan duolarimizni ijobat qil. Amallarimizni xayrli qil, qabul qil. Gunohlarimizni kechirgin. Bu umra safaridan onadan tug'ilgandek pokiza holatda qaytishimizni Alloh o'zing nasib qilgin. Robbimiz, farzandsizlar bor, farzand ber. Qarzdorlar bor, qarziga yordam ber. Musibati bor, musibatini Alloh taolo o'zing yordam ber. Safarda yurgan birodarlar bor, safarlarni bexatar qil. Allohim hamma so'raganlarimizni yaxshisini, xayrlisini, foydalisini, dunyo va oxirat foydalisini bergin. Bir rahmatika ya arhamar rohim. Alloh rozi bo'lsa hammamizdan. Ketaylik endi, xudo xolasa.